Salam do'stlar. Oila ikki odamning qo'li, ikki odamning aql parasti, zehni bilan to'qildigan zanjirkan. Umr bir tutamlikan, cheklikkan. Bir oilada cho'ng bo'lgan, bir qo'saqda yotgan urug' tuqqanlarning qazınımı o'z oldiga qaynaydigan. Bir kunlarda umr manzilingizda diqqat qilsangiz, oxirgacha hamroh bo'ladigan yanala umr yo'ldishingizgan, umr mahbubingizgan. Ko'ngil izhorlaringiz bo'lsa, tindirib etmasdan deyishingiz zarurkan. Sizdan burun men ketay deb o'zaro tartishib ketgan cho'nglarimizga o'xshash shirin tartishib yashash bizdan balalarimizga miras bo'lsin. Oila putulligi hamma oilalarga nasib bo'lsin. Albatta bu yo'lda kamchiliklarimiz bo'ladi, yetarsizliklarimiz bo'ladi. To'liqlab mangayli, o'rganguchilarimiz birga tirishaylik. Öz uylarda to'limi qalayimqan, besramjon, chashqun, qarshi tarafga jismoniy jihatdan va yoki ruhiy jihatdan ozor beradigan, mas'uliyatdan qochadiganlarning sirtqa chiqqanda salobatlik va yoki latofatlik ayol bo'lib olishining o'zi bir qabohat. Chunki ular haqiqiy ma'nodagi niqoblang'uvchilar yoki ko'ngil sundirg'uvchilar. Oila ko'pincha vaqtlarda tildan dilga yetgan azor bilan va yoki o'zaro yo'l qo'ymaydigan ishki ko'ngil bilan yemirilib ketib qoladi. Oila haqidagi ma'nolarni yeyishga balkim umrimiz yetmas. Biz bu jihatda mangu o'rganguchilarimiz, birga o'rganaylik, birga tirish.